Uyg'onganlar uchun o'lim qanday ta'sir ko'rsata oladi? Qaysi o'rinlarda ta'sir ko'rsatadi va unga munosabati qanday? Uyg'onganlar uchun o'lim yetarlicha bera oldimmi? Bu ta'sir beradi. Yetkazib bera oldimmi? Qancha bera oldim menda bor javohirdan? Hammasini chiqarib bera oldimmi? Agar chiqarib bera olmagan bo'lsam, men yana yashayinki, yana berayin. Ichimda javohirlarim bilan ketmayin. Menda shunday xulosa. Berish kerak balki hammaga. Ha, oxirigacha berish haqida. Atrofimda insonlar bo'lsinki, buni beradigan, o'quvchilarim bo'lsin, farzandlarim bo'lsin, yaqinlarim bo'lsin-da, bularni oz-ozdan bo'lsa ham yetkazib bering. Chunki har onda kengayverasiz-da, har onda rakursingiz o'zgaraveradi. Buni berish kerak. Hozir aytganingizdek, yarim soatda qiynalishni boshladim deganingizdek-da, ya'ni meni yarim soat eshitish qiyin, 1 soat eshitish qiyin-da. O'shaning uchun kunlab gapira olmaymanmi? Demak, inson almashinib turish kerak. O'quvchilarim almashinib turish kerak. Shu ondagi bilimlarni bera olishim uchun. Yarim soatdan ko'p bir kishi o'tira olmasa agar, demak o'quvchi almashinib turish kerak eshitish uchun. Eshituvchi almashinib turish kerak. Chunki to'lqin baland, bu to'lqinni berish kerak, o'tkazish kerak.